Bizga Magdeburg yarim sharlari, vakuum nasos va dinamometr kerak bo'ladi. Magdeburg yarim sharlarining birida vakuum rezinasi bor. Bu rezina vakuumni yaxshi ushlab turishi uchun unga o'simlik yog'ini surtamiz. Yarim sharlarni bir-biriga jipslashtiramiz. Yarim sharlarning havo so'rib olinadigan jumragini shlang yordamida vakuum nasosiga ulaymiz va jumrakdagi kranni ochamiz. Vakuum nasosini ishga tushiramiz. Nasos yarim sharlar ichidagi havoni so'rib oladi. Ma'lum vaqtdan so'ng jumrak kranini yopamiz va shlangni jumrakdan ajratamiz. Yarim sharlarni bir-biridan ajratishga harakat qilamiz. Buning uchun yarim sharlar dastasiga dinamometrni mahkamlab, yarim sharlarni har ikkala tomonga tortamiz. Bunda dinamometr yarim sharlarga qo'yilgan kuchni ko'rsatadi. Ko'rinib turibdiki, yarim sharlarga taxminan 110 Newton kuch qo'ysak ham, ular bir-biridan ajralmaydi. Bunga sabab atmosfera bosimidir. Endi yarim